Assalomu alaykum. Elektr sig'imi va kondensatorlar mavzusini ko'rib chiqamiz. O'zi elektr sig'imi nima? Shu vaqtgacha biz elektr maydon kuchlanganligi, elektr maydon potensiali degan tushunchalarni o'rganib chiqdik va ular bilan tanishdik. Endi elektr sig'imi degan yangicha bir tushunchani ko'rib o'tamiz. Bu elektr sig'imi biror bir o'tkazgichning xususiyatini ko'rsatib beradigan bir parametr. Bu qanday parametr deb degan savol tug'iladi. Uni hozir ko'rib, ba'zi bir misollar bilan tushunishga harakat qilamiz. Misol uchun ikkita shar olib qarasak, ularning o'lchami bir-biridan kattaroq bo'lsin. Ikki xil o'lchamdagi ikkita shar. Sfera deb qarashimiz ham mumkin. Endi bu ikkala sharga ham har xil miqdordagi zaryadlar berib ko'ramiz. Masalan, mana bunga qandaydir Q1 miqdordagi zaryad beradigan bo'lsak va bunga Q2 miqdordagi zaryad beradigan bo'lsak. Q1 zaryad beradigan bo'lsak, mana buni potensiali F1 ni tashkil qildi. Mana buniki esa F2 ni tashkil qildi. Endi xuddi shunday narsa kuzatilyaptiki, agarda mana shu sferamizga yana Q1 miqdordagi zaryadni beradigan bo'lsak, buni potensiali 2 marta o'zgarar ekan. Agar yana bitta Q beradigan bo'lsak, yana bitta potensial qo'shiladi. Umumiy holatda ikkita F emas, 3 ta F1 bo'lib ketadi. Demak, zaryad miqdorini necha marta orttirsak, bu ham shuncha marta o'zgaryapti. Bu ikkinchi sharda ham xuddi shunday. Aynan shu narsa kuzatilyapti. Lekin masalan, mana bunga Q1 ni o'zi teng bo'lishi mumkin 1 kulonga. Misol tariqasida aytyapman. Mana bu esa 2 kulonga. Endi mana bu uchlarni bilan o'chirib turaman. Yana 1 kulon beradigan bo'lsak, potensiali 2 marta ortyapti. Lekin mana bunga 1 kulon zaryad beradigan bo'lsak, 2 marta ortmaydi. Dastlabki holati qancha bo'lsa, xuddi shuncha berish kerak. Bunga endi 2 kulon berish kerak. Shunda 2 marta ortadi. Yoki buni potensiali 1 volt bo'lib turgan bo'lsa, buniki 2 volt bo'lib turgan bo'lsa, qandaydir qo'l miqdordagi, mana bu 2 kulon dedik, mana bu volt. Demak, buni potensialini 2 marta orttirish uchun 1 kulon zaryad kerak bo'lyapti. Buni potensialini orttirish uchun esa 2 kulon zaryad kerak bo'lyapti. Demak, zaryadimizni necha marta o'zgartirsak, potensiali shuncha marta o'zgaryapti. Lekin sharning o'lchamlariga qarab berilayotgan zaryad miqdori har xil bo'lyapti. Potensialni 2 marta orttirish uchun bitta sharga 1 kulon zaryad, boshqa bir sharga 2 kulon zaryad kerak bo'lyapti. Demak, shu yerda berilayotgan zaryad qandaydir proporsionallik koeffitsiyenti C bilan belgiladik va potensial va zaryad orasidagi mana shunday bog'liqlik bor ekan. Ya'ni to'g'ri proporsional ekan. Zaryad miqdorini 2 marta orttirsak, potensial 2 marta ortar ekan degan tushuncha bo'ldi. Mana shu yerda C proporsionallik koeffitsiyenti bu sferamizning yoki sharimizning o'lchamlaridan kelib chiqadigan kattalik. Agar o'lchami kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ko'proq miqdordagi zaryad berishimiz kerak potensialni o'zgartirishimiz uchun. Agarda o'lchami kichikroq bo'lsa, kamroq zaryad berib ham potensialni ko'p marta orttirishimiz mumkin bo'ladi. Demak, bu yerdan C ni topadigan bo'lsak, Q taqsim F. Buni endi mana shu formulaga ko'ra shunday ta'riflashimiz mumkin. O'tkazgichning potensialini bir-birlikka o'zgartirish uchun kerak bo'ladigan zaryad miqdoriga uning elektr sig'imi deyilar ekan. Sig'imni qancha zaryad sig'dira olish deb tushunish biroz mantiqan noqulay bo'ladi. Masalan, mexanika bo'limlaridan yoki molekulyar fizika bo'limlaridan bilamiz. Sig'im desa asosan hajm tasavvurga keladi va bu hajmdan ko'p miqdordagi suyuqlikni sig'dira olmaydi biror idishni qaraydigan bo'lsak. Lekin bu yerda o'zini
hajmi hajm deb tasavvur qilish sal noqulayda. Chunki ko'p miqdordagi zaryadni sig'dirib berishimiz mumkin. Aniq oxirgi chegaraviy qiymati yo'q desak ham bo'ladi. Lekin bu kondensatordan hali kondensatorlarni ko'rib o'tamiz. Maksimal oladigan zaryadi bor, undan keyin kondensator teshilishi mumkin va hokazo degan tushunchalar bor. Lekin potensialni orttirsak, zaryad miqdori ortib ketaveradi. Lekin ana shu zaryadni qancha miqdorda ortayotganini sig'imi belgilab bera oladi. Ya'ni sig'imi kattaroq bo'lsa, uni potensialini o'zgartirish uchun ko'proq miqdordagi zaryad kerak. Kichik bo'lsa esa, sig'imi kichik bo'lsa, kam miqdordagi zaryad bilan ham potensialni ko'p marta orttirib yuborishimiz mumkin. Xo'p, endi o'tgan mavzularda sferaning hosil qiladigan potensialni ko'rib o'tgan edik. Sferaning ichki qismida va sirtlarida hamma joyda bir xil va bu potensial fi barobar k yoki 1/4 pi epsilon 0 ko'paytirilgan q taqsim r degan edik. Demak, mana bu bilan taqqoslab ko'radigan bo'lsak va q ni topsak, bu yerda 4pi epsilon 0 r ko'paytirilgan fi bo'lyapti. Mana bu bilan taqqoslab ko'ramiz, ya'ni mana bu bilan taqqoslab ko'ramiz. Shunda ko'rinib turibdiki, mana bu zaryad va potensial. Oldidagi qiymatlar esa sferaning o'lchamlaridan kelib chiqadigan qiymat, ya'ni mana bu yerda radius bor, ko'rib turibsiz. Shunda sferaning sig'imi s barobar 4pi epsilon 0 r. Hozir mana bu yerda 4pi epsilon 0 ning o'zini yozdim, mana bu yerda 4pi epsilon 0 o'zini yozdim. Lekin biror bir dielektrik singdiruvchanlikka ega bo'lgan muhitda turganida edi, mana bu yerga epsilon ham qo'shgan bo'lardim. Shunda bu yerda ham epsilon hosil bo'lardi. Natijada esa 4pi epsilon 0 r degan qiymat kelib chiqar edi. Sferaning sig'imini mana shu formula yordamida hisoblar ekanmiz. Umumiy holatda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, aynan sfera uchun emas, o'zi umuman xulosa qiladigan bo'lsak, demak, potensialni, ya'ni biror bir o'tkazgichning potensialini o'zgartirish uchun qancha miqdordagi zaryad kerak bo'lyapti, shunga qarab sig'imlarni har xil aytishimiz mumkin ekan. Ko'proq zaryad kerak bo'layotgan bo'lsa, sig'imi kattaroq degan tushuncha hosil bo'ladi. Potensialni o'zgartirish uchun kam zaryad kerak bo'layotgan bo'lsa, sig'imi kichik ekan degan tushunchalarni hosil qilsak bo'ladi. Tasavvurda aynan mana shu narsa bo'lishi kerak. Endi biz texnikada juda ham ko'p kerak bo'ladigan qurilmalar, ya'ni zaryad to'plovchi qurilmalarni biz kondensatorlar deb ataymiz. Ularni endi har xil turlari bor. Sferik kondensator bor, yassi kondensator bor, silindrik kondensatorlar bor. Har xilini ko'rishimiz mumkin, lekin eng ko'p ommalashgani bu yassi kondensatorlar hisoblanadi. Endi biroz kondensatorlarning asosiy parametrlari haqida gaplashib o'tsak. Kondensatorlar. Demak, sig'imni S harfi bilan belgiladik. Kondensatorni hosil qilib turgan qoplamalari, o'tkazgichlar. Mana shu kondensatorimiz sferik kondensator bo'lsa va buni qoplamasi ikkita sferadan tashkil topadigan bo'lsa, ya'ni mana shu ikkita sfera kondensatorni hosil qilib turadigan bo'lsak, mana shu o'tkazgichlarni qoplamalari deymiz. Qoplama. Kondensatorning qoplamalari deymiz. Ikkita qoplamasi bor. Agarda kondensatorimiz yassi kondensator bo'lsa, yassi kondensator bo'lishiga sabab, mayli 3D formatda chizaman. Xo'p, ikkita yassi parallel plastinkadan iborat bo'ladi. Mana shunday ko'rinishda.
Ya'ni orasida qandaydir d masofa bor bo'lgan, d masofa va bu qoplamalarning yuzasi qanday s ga teng, orasida masofa d va mana shu ikkita qoplama bir-biriga tegmagan holatda, ajratilgan holatda turadi. Bu qoplamalarga ikkita o'tkazgichni ulaymiz, o'tkazgichlarimiz va ikki xil miqdordagi zaryadlar beramiz. Ikki xil ishorali, ya'ni mana bunga minus ishorali zaryad bersak, bunga plus ishorali zaryadlar berib ko'ramiz. Shunda bu kondensatorimizning yoki bu ikkita qoplamaning orasida elektr maydoni hosil bo'ladi va ikkala qoplamaning potensiallari har xil bo'ladi. Va mana shu potensiallarning farqi kondensatordagi kuchlanish degan fizik kattalikni beradi. Demak, tasavvur qiladigan bo'lsak, umuman mana shunday bir-biriga ikkita parallel joylashgan yassi plastinkalar yassi kondensatorni hosil qiladi. Kondensatorning belgilanishi mana bu ko'rinishga ega. Xuddi mana shunday belgilaymiz sxematik jihatdan. Sig'imini S bilan belgilab ketaveramiz. Endi boya sferaning sig'imi qanday hisoblanishini mana formula jihatdan ko'rib o'tdik. Mana bu yerda turibdi. Endi sxematik jihatdan shunaqa formulasi mana shunaqa ekan. Endi yassi kondensator bo'lsa qanday bo'ladi degan savol tug'iladi shu paytda. Buni tajriba jihatdan tekshirish uchun ham asosiy mana shu formulaga murojaat qilishimiz mumkin. Ya'ni uni zaryadini 2 marta orttirib ko'ramiz va potensiali qanday o'zgaryapti. Va yana shuncha miqdordagi zaryad berib ko'ramiz, endi potensiali qanday o'zgardi. Ana shu potensiallar qanday o'zgarayotganiga qarab bemalol kondensator sig'imini baholashimiz mumkin. Sig'imi mana shuncha farad ekan deb. Aytib o'tishim kerak. Sig'imning birligi farad. Xo'sh. Sig'imi birligi farad. Demak, aytib o'tish mumkin qancha faradligini, lekin buning o'lchamlari bilan qanday bog'liq? Ya'ni sferani aytdikki, mana radiusi bilan bog'liq, radius. Radiusi qancha katta bo'lsa, sig'imi shuncha katta. Radiusi qancha kichik bo'lsa, sig'imi shuncha kichik. Demak, sig'im va uning radiusi to'g'ri proporsional ekan. Lekin yassi kondensatorimizda-chi, uni o'lchamlari bilan qanday bog'liq degan savol tug'ilsa, tajribalar shuni ko'rsatganki, mana bu qoplamalarning yuzasini qancha katta qilsak, qoplamasi yuzasi katta bo'lsa, ko'proq zaryad yig'a oladi va uni potensialini o'zgartirish uchun ko'proq zaryad kerak bo'lar ekan. Yuzasini necha marta orttirsak, sig'imi shuncha marta ortib ketyapti. Orasidagi masofaga esa teskari proporsional ekan. Ya'ni agar orasidagi masofani qisqartiradigan bo'lsak, ya'ni ikkita qoplamani bir-biriga yaqin olib keladigan bo'lsak, ularning sig'imi ortib ketar ekan. Ya'ni masofa qancha qisqarsa, sig'imi shuncha ortib ketar ekan. Demak, orasidagi masofaga teskari proporsional, yuzasiga esa to'g'ri proporsional ekan. Va bu ikkala proporsionallikni bir necha marta tekshirganda, ya'ni yuzani 2 marta orttirib sig'im o'lchab ko'riladi, 3 marta orttirib sig'im o'lchab ko'riladi va ularning farqini topib, mana bu orasida oldidagi koeffitsiyentni o'lchagan vaqti epsilon ning o'ziga teng bo'lib qolgan. Ya'ni yassi kondensator uchun natijaviy formula epsilon 0 s taqsim d degan ifodani hosil qilgan. Bu yassi kondensator uchun sig'im formulasi. Xo'p, aytib o'tdik, sig'imning birligi farad deb, lekin bu 1 farad juda ham katta miqdordagi sig'im deb yechishimiz mumkin. Shuning uchun juda ham ko'p marta uchratamiz. Mikrofarad, nanofarad, pikofarad. Bularni aytib o'tishim shart emas. Mikrofarad 10 darajasi -6, nanofarad 10 darajasi -9, pikofarad esa 10 darajasi -12. Demak, masalalarda ham ko'rsangiz, aynan mana shu kattaliklar, ya'ni mikro, nano va pikolar juda ham ko'p marta keladi. Sig'imi 5 farad yoki 6 farad degan qiymatni ko'rmaysiz deyarli.
chunki bu 1 farad judayam katta miqdor hisoblanadi zaryadlar bilan ishlayotgan vaqtimiz. Endi mana bu kondensatorimizning qoplamalariga qarasak, masalan bitta qoplamasining potensiali F1 gacha zaryadlangan, ikkinchisi esa F2 gacha zaryadlangan bo'lsa, F1 minus F2 qiymat delta F deb aytsak ham bo'ladi. F1 minus F2 kondensatordagi kuchlanishni beradi. Kondensatorning kuchlanishi deganda, demak, ikkita qoplamasining qanday potensiallari bor va ularning ayirmasiga nechiga teng degan narsani tasavvur qilishimiz kerak. Kuchlanishi 4 volt degan bo'lsa, demak, bitta potensialdan ikkinchi potensialni ayirganimizda 4 volt chiqar ekan degan narsani tushunishimiz kerak bo'ladi. Odatda mana bu zaryad miqdorlari teng bo'ladi. Ya'ni mana buni Q1 desak va buni Q2 desak, ishora jihatdan emas, miqdor jihatdan teng bo'ladi. Modulini teng desak ham bo'ladi. Ba'zi holatlarda ikki xil bo'lib qolishi ehtimoli ham bor. Asosan 99% holatlarda mana shunday teng bo'lgan qiymatlari keladi. Siz milliy sertifikat imtihoniga kirsangiz ham aynan tenglari keladi. Bunaqa har xil zaryad berilganlari siz uchun masala sifatida berilmaydi. Hozir bir yassiz kondensatorlar haqida tanishib o'tdik, ular haqida aytib o'tdik. Endi sferik kondensator ham bor bizda. Sferik kondensatorimiz mana shunday qoplamalari ikkita sferadan iborat bo'lgan ikkita kondensator. Buni sig'imi haqida katta ehtimol masalalarda siz uchun kelmaydi. Mabodo kelib qolgan taqdirda ham mana bunda ham qo'l zaryad bor, bunda ham qo'l zaryad bor degan deb hisoblab, mana buni potensialni F1 degan holatda, buniki potensialni F2 desak, buni R1 desak, kichik R, buni katta R deb belgilaylik, mayli. Shunda bularni asosiy formuladan foydalanamiz. Mana bu yerdan. Mana shu formuladan qarab ko'ramiz, mana bundan. Xo'p, demak, sig'imi teng bo'lar ekan, zaryadni bo'lishimiz kerak F1 minus F2 ga. F1 ning miqdori mana bu kichik sferaning potensiali K Q taqsim R F1. F2 esa K Q taqsim katta R. Mana shu ikkala ayirma qiymatlarini qo'yib, bemalol hisoblab qo'yishimiz mumkin. Mayli, hisoblab qo'yamiz. Q taqsim K Q taqsim R minus K Q taqsim katta R. Shundan sini topadigan bo'lsak, mana bu zaryadlar qisqarib ketadi. Demak, R ko'paytirilgan katta R taqsim K katta R minus kichik R. Mana shunday formula kelib chiqadi. Bu hozir bu yerda K ni qiymati bilan yozdim. Agar 1 taqsim epsilon epsilon 0 deb yozadigan bo'lsak, demak, sig'im hosil bo'ladi. S barobar 1 taqsim 4pi bo'lgan epsilon 0 bo'lganda u tepaga chiqib ketib 4pi katta R kichik R taqsim epsilon 0 qolib ketdi. Epsilon 0 katta R kichik R taqsim R minus katta R dan kichik R ni ayirishimiz kerak. Xo'p, mana shunday formula kelib qoladi. Bunga o'xshash masalalar deyarli kelmaydi. Mabodo kelib qolsa ham bilib qo'yishimiz kerak. O'sha sferani radiuslariga to'g'ri proporsional, radiuslarni ko'paytmasiga va radiuslarning ayirmasiga teskari proporsional ekanligini. Yoki mana bu ko'rinishda ham oson isbotlab keltirib chiqarishimiz mumkin. Umuman olganda bugungi mavzuimiz mana shu deyishimiz mumkin. Qani keyingi mavzularda bu kondensatorlarni ikkitasini, uchtasini ulab ko'rib, yangicha bir kondensatorlar hosil qilishimiz, ya'ni sig'imi boshqacharoq bo'lgan kondensatorlarni hosil qilishimiz mumkinligini ko'rib o'tamiz va bu kondensatorlarni turli xil usulda ulab ko'ramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.